Bugungi video darsimizda 96-topik 1 imtihoni TITKI 11 dan 14 gacha testlarini tahlil qilamiz. Albatta TONGHAB orqali. Quyidagi nima haqida gapirilyapti? Namuna bilan o'xshash to'g'ri javobni toping. Namuna Nuguyeyo. Bu kim desa javobi Isaramin Hyong Igo, Isaramin Tongsang Yeyo. Bu odam akam va bu odam ukam. Demak, kalit narsa aka va uka so'zlari. Shunda javob kajok, ya'ni oila bo'lar ekan. Chingu do'st, Sonsangnim ustoz, Pumonim ota-ona. Endi 11-testimizni ko'radigan bo'lsak, 3 ball berar ekan. Erkak aytyapti. Annyeong haseyo. Chonin Kim Min Su imnida. Salom, men Kim Min Suman. Kim Min Su bu odamning ismi. Odamning ismi. Shunda ayol aytyaptiki, chonin Lee Ji-yong imnida. Men Lee Ji-yongman. Bu ham ismini aytib o'zini tanishtiryapti. Shigan vaqt, na'i yosh, irim ism, yo'il hafta kuni. Demak, javob 3 ekan. Va 12-test 3 ball berar ekan. Ayol aytyapti. Uri odi eso mandalkayo. Uri degani biz. Biz. Odi eso qayerda? Qayerda? Mannada uchrashmoq, mannalkayo. Leilkayo grammatikasi asli 3 ta ma'nosi bor. Mi, mizmi, mikan. Yozib qo'yay. Mi, mizmi, mikan. Faqat savol berish uchun ishlatiladi. Va mana bu yerdagi tarjimasi esa biz qayerda uchrashamiz? Uchrashamiz. Biz qayerda uchrashamiz desa, Hakkyo ap kapenin otteyo. Hakkyo maktab, ap degani oldi. Maktab oldidagi kafe. Qanday? Maktab oldidagi kafe qanday? Kalit narsa qayerda uchrashish. Changso joy, Chimi qiziqish, Undong sport, Nalshi ob-havo. Bundan ko'rinib turibdiki, joy degan javob to'g'ri bo'lar ekan. Javob 1. 13-testimiz 4 ball berar ekan. Erkak aytyapti. Sumishi neil shioyo. Sumi ertaga dam olasizmi? Neil degani ertaga. Ertaga. Shivi oyo dam olasizmi? Dam olmoq degan so'z. Ne toyo iri raso hevese ankayo. Ha, toyoil degani shanba. Shanba kuni. Iraso degani otga qo'shiladi ligi uchun. Ligi uchun. Shanba kuni ligi uchun firmaga bormayman. Bormayman. Kalit narsa dam olmoq. Kyotong transport. Hyoil dam olish kuni. Shunda javob 2 bo'lar ekan. Vichi joylashuv. Kohyang ona yurt, ona vatan. Javob 2. Va oxirgi 14-testimiz 3 ball berar ekan. Ayol aytyapti. Minsu shinin pomi chuayo, kairi chuayo. Minsu sizga bahor yaxshimi? Bahor yaxshimi? Yoki kayl, kuz fasli yaxshimi? Shunda erkak javob beryapti. Chonin pomi to chuayo. Menga, men uchun, menga yoki men uchun bahor yanada yaxshi. To degani yanada. Chuayo degani yaxshi degan so'z. Kejol fasl. Shunda kalit narsa bahor va kuz fasli edi. Javob 1. Sekkal rang, Sengil tug'ilgan kun, chumal hafta oxiri yoki dam olish kuni bo'ladi. Bu eng oxirgi haqiqiy imtihonda tushgan test edi. Ya'ni 96-topik 1 imtihonda TITKI 11 dan 14 gacha tahlilni ko'rdik. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.